Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Uzoq pauzadan keyin biz yana obzorlarimizni davom etamiz. Bugungi obzorimizda bizda Bentley Flying Spur Speed versiyasi. Bu Speed versiyasi именно W12 motori bilan jihozlangan. Hozirgi kunda 2024-yildan bo'lib 4 litrli gibridga o'tib oldi. W12 уже yo'q. Bu oxirgi versiyasi. Obzorimizni boshlaymiz. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose. Tashqi ko'rinishini, navarotini aytadigan bo'lsak, bizda bu yerda полностью night paket, xrustalniy fari, 22 juda chiroyli diska. Mana supportlari kattaligini qaranglar. Bu mashinani endi to'xtatish ham bor-da baribirga. Saloniga o'tadigan bo'lsak, salonida bizda bu yerda oranjoviy, sochniy salon. Bu Bentleyda har bitta отделкасы качестволigi bilinib o'tiradi. Akustikamiz Bang & Olufsen, o'sha Bang & Olufsenni bilmagan odamni o'zi qolmadi. Mana xrom отделкасы, качество shunday sezilib turadi bu. Har bitta detalda sezilib turibdi buni kачествоsi. Eng mazza qiladigan joyi monitori alishishi bo'ladi. Voy, chiroyliligini buni. Opa. Xo'p, navarotlarini gapiradigan bo'lsak, bizda bu yerda ham bazaviy navarotlarni etib уже o'tirmaymiz. Abagare, ventilyatsiya, massaj, hamma narsasi u aniq. Mana bu yerda speed yozug'imiz ham уже qo'yilgan ekan. Imami tablosiga e'tibor beringlar, hurmatli obunachilarimiz. 360. Orqasiga o'tadigan bo'lsa, orqa monitor, orqa planshet, klimat kontrollarini regulirovkasi uchun sideniyasi, bu yerda bizda plavoshi yotib olib ketsa bo'ladi, massaj, passaj уже hamma narsasi bor. Orqasida nimasi yoqdi? Menga orqasi juda keng ekan. Orqa passajirlarga agar sho'pirlab yuraman desanglar ham вполне хороший variant. 223 li juda ko'pchilik so'rashyapti. 223 li noyob bo'lib qoldi ular ham. Kelgani sira sotilib ketyapti. Endi menimcha agar kimdir позволить qila olsa, mana 223 уже juda farshirovanный versiyasi, to'g'ri puli ancha qimmatroq, lekin выделяться qilib yuradiganlarga idealniy variant. Narxiga keladigan bo'lsa, 359 ming. Yana kelishtirib beradigan joyimiz bor. Eslatib o'tamiz, bu W12, bu har kuni yurishga emas, bu eksklyuziv mashina. Yana qiziq bo'lsa, mana shunaqa mashinalar avtoliderga murojaat qilinglar. E'tibor uchun rahmat.